Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi darsimiz asos andoza shablonini tayyorlash mavzusi ko'rib chiqiladi. Oldingi darsimizda o'tgan o'lchamlarimiz asosida tushunarli bo'lishi uchun va shablon qilamiz. Har qanday qomat uchun mana shu uslubda ishlasa, inshaalloh to'g'ri keladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz ko'krak aylanasi orqali razmerni topib olamiz va razmerni chekkaga yozib qo'yamiz. Razmerni topish uchun ko'krak aylanasini 2 ga bo'lamiz. 88 bo'lingan 2 44 ga teng. Razmer ramkamizni kengligi bo'ladi. Mana ramkamizni oldi tarafini belgilab oldik. Yuqoridan joy qoldiramiz. 7 santimetr mana joy qoldirdik. Kletka holatga keltirishimiz kerak. Buning uchun nimadan foydalanamiz? Asos qilib biz bel chizig'ini olganmiz. Bel chizig'i. Oldin uzunliklarini belgilab chiqamiz. Kelinglar. Uzunliklar ko'krakgacha 18, yelkagacha 42. Yelkagacha 42 degani demak bel yelkadan 42 santimetr pastda. Bu yelkadan 42 santimetr pastga tushamiz. Mana 42 santimetr pastga tushdik va biz belni topib oldik. Endi ko'krak chizig'ini ham beldan topamiz. Belga nisbatan ko'krak chizig'i 18 santimetr tepada joylashgan. Mana bu ko'krak 18 santimetr tepada. Va eng oxirida bo'ksa 22 santimetr pastda. Dastkamiz tagiga to'g'ri keldi. Mana bu bo'ksa. Ramkamning ikkinchi tarafi razmer bilan olinadi. Razmer 44, demak 44 santimetrdan keyin ramkaning ikkinchi tarafi. 44. Mijozimiz standart razmerga, standart o'lchamga ega bo'lganligi sababidan 44 ni teng 2 ga bo'lib yon chokini belgilaymiz. 22